Assalomu alaykum. Jigarlar, hamma sog'lom yuribdimi? Biz mana Chirchiqdagi obyektimizni topshirdik. 10-kuni boshladik. Xo'sh, bugun 13 bo'ladigan bo'lsa, 13 kunda topshirib obyektimizni endi keyingi obyektga harakat qilyapmiz. Bu 100 kvadratli obyektimiz. Mana ayimki 500 likdan yopishtirganmiz. Bu bir xillar aytishi mumkin. Bu nima bo'ladi o'zi, bu qanday material deyishi mumkin. O'shanga men sizlarga oz batafsil tushuntirib o'taman. Assalomu alaykum hammaga. Bunga qiziqadigan insonlarga men bitta tavsiyam shuki, bu ayimka bu nima? Ayimka bu mineralniy kroshkadan bo'lgan bo'ladi. Bu tosh bo'ladi bu. Chidamliligi qancha deydiganlarga sredni 15-20 yil turadi. Karcherda yuvsangiz bo'ladi, issiqqa bemalol, sovuqqa chidamli, izolyatsiya bo'ladi. Izolyatsiya qilingan bo'ladi bu. Yana bitta zo'r tomoni sementovoy shuvoq, o'shanaqa joylarga, shuvoq qilingan joylarga treshin tushadi. O'sha treshin ham tushmaydi. Buni tagida setka bo'ladi. Setka bo'ladi, yoriq tushmaydi, turaveradi shu. Bir marta qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bemalol karcherda yuvasiz. Kir bo'lgan, o'sha ispachka bo'lgan joylari bo'lsa, artib, cho'tkada yuvib, bemalol karcherda ushalang bo'laveradi. Hech qanaqa ziyon bo'lmaydi. Uylaringda birinchidan issiq, qishda izolyatsiya bo'ladi bu. Yomg'ir, qor, hech qanaqa ziyoni yo'q. Xo'sh, videomiz yoqqan bo'lsa, hammaga salom, salomat bo'linglar.